Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Experience Power. Bugun biz barcha 120 fps telefonlarni obzor qilib, ular sifatini ko'rib chiqamiz. Birinchi telefonimiz iPhone 7 bo'lib, u haqida ko'p ma'lumotni bilmayman. Shuning uchun bu telefonimiz 120 fps telefon bo'lib, xotirasi haqida uncha ma'lumot bilmayman. Shuning uchun endi narxiga o'tib ketamiz. Narxi bo'lsa $3000 atrofida bo'ladi. Sizlar uchun qimmat o'rniga iPhone 16 olsalar bo'ladi. iPhone 16 narxi bo'lsa $1000. $1000 uncha qimmat emas. 11 million atrofida. iPhone 6 habibda polностью 120 fpslarga ochib beradi. Yangi telefonimiz bo'lsa iPhone 13 Pro bo'ladi. Bu habibda polностью sizlarga 90 fps ochib beradi. TDM'lar uchun mana o'zi xulosa qilib olgan bo'lsalar, iPhone 7, iPhone 6, iPhone 13 Pro telefonlarning narxlarini ham polностью sizlarga aytib chiqdim. Qaysi telefon sizlarga yoqdi, kommentga yozamiz. Hammaga xayr. Aytgancha obuna bo'lib ketinglar.